Assalamualaikum qarindoshlar. Har darsda 3 idiom sahifamizga xush keldinglar. Bu ikkinchi qism darsimiz. Bugun o'tilgan idiomlarni boshlaylik. Twee linker handen hebben. Twee ikki linker sol hand qo'l haben. Yani ikki dana sol qo'li bo'lmoq. Yani bunun ma'nosi onhandig zijn werk altijd laten mislukken. Yani kalampay, qo'li bir ishlarga qo'llashmaydigan, ishni buzibli turadigan degan ma'noda. Yani masalan normalda o'ng qo'l odamlar o'ng qo'limizni yaxshi ishlatalaymiz, so'l qo'limizni bir ish qilsak yaxshi qilolmaymiz-ku. Yani ikki so'l qo'li bor demakchi, hamda kalampay degan ma'noda. Buningga bir misol: Hij kan geen enkel gerecht maken, heeft twee linkerhanden. Yani o hech qanday bir tomoqni qila olmaydi. Gerecht degan shu tomoq, qo'rma. Yani uning qo'li tomoq ishlariga hech qo'llashmaydi degan ma'noda. Yani uning ikki dona so'l qo'li bor desak, işte qo'li hech bir ishga kelmaydigan, ishni buzibla turadigan shunda odamlarga ishlasak bo'ldi. 5-chi idiom, uning dal aksi twee rechterhanden hebben. Yani ikki dona o'ng qo'li bo'lmoq. Yani demak jo'g'ini mesela o'ng qo'limiz ishlarni yaxshi qila olamizku. Yani qo'li bek abjil demakchi. Masalan, hij heeft twee rechterhanden. Hij kan alle klussen doen. Yani uning qo'li bek abjil. U har qanday ishlarni qila oladi deb tarjima qilsak bo'ldi. Endi eng oxirgi idiom Viele handen maken lichte werk. Yani viele degan shu jiq, ko'p degan ma'nosi var. Yani ko'p qo'llar maken qiladi lichtega yenik werk. Yani ishni, yani ko'p qo'l ishni yenik qiladi demak jo'g'ini shu bizning tilimizdagi ish o'mlikda, kuch birlikda degan maqol tamsilga dal to'g'ri keldi. Buni odatda masalan bir buncha odam birlashib bir ishni birdamning ichida 10-15 minut qilayotgandan keyin Viele handen maken lichte werk debchu, yana ish o'mlikda, kuch birlikda degan mushida debchu, ishlar bir ahvollarda ishlasanglar bo'ladi. Ma'qulamsa, keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.